Ko'rib bittadan like bosib videoni o'tkazib ko'rib turasiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, qo'zi, qo'chqar ishqibozlari, obunachilar, xudo xolosa nasllikka katta qo'chqarlar qidirib yurgan akalarimizga xudo xolosa qo'ylarni zo'rlaridan yetib keldi. Videolarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'ida o'sha arzonchi, optimchi, birinchi qo'ldan xudo xolosa qo'ylarni olaman degan akalarimizga zo'rlaridan yetib keldi. Xudo xolosa zo'rlaridan yetib keldi. Obunachilar bitta olasizlarmi, nechta olsalaring ham ishlaringni bitirib beradilar. Javohirxon akamizni qo'ralariga yetib keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, siz qo'ylarni aka oldingizmi aka? Ha, xudoga shukr. Zo'rlaridan yetib kelibdi-yu aka, xudo xolosa. Oq yuzlaridan olib keldik. Xudo xolosa o'zimiz hech internetga chiqarib olmaymiz qo'y. Oq yuzlilardan kelibdi. Zotqa baqaman degan akalarimizga zo'rlari. Ichida bitta qora kashtani 3 dona Kashtan. O'zi to'laydigan variantlar ekan aka. O'zi to'laydi. Bu kamiga hozir bular avtomatdan quyosh ko'rsatgan yo'lda qo'y, yaltiramaydi. Bunga avtomat. Ha, yaltiraydi xudo xolosa. Yaraqlab turadigan qo'y. Aka, yosh oyliklari qanaqa? Yoshi 10 oylik. 10 oylikka olishaveradi. 10 oylik qo'chqorlar xudo xolosa. Yeb ichishlari zo'r aka. Yeb ichishlariga garantiyasi bor. Yeb ichishlariga quloqlari uzun, nihoyatda chiroyli. Mana shu qo'chqordan bir ko'rsan, qarang, qo'ydim. Quloqlarni qarang. Hammasi boshini ko'tarib turmaydi, xolos. Yaxshi narsalar o'zi. Quloqlarni qarang, obunachilar, xudo xolosa, lekin qo'ylarimiz zo'r ekan. Hammasini ko'raverasizlar aka, buni bo'ylarini nechiga beramiz? Bo'ylarini lekin qo'ylar do'xir. Bo'ylar o'zingiz bir ko'rasiz, bo'ylar 85 chiqadi. 85 chiqadi. Aka 80 plyusga olishsin. 5 sm o'ltirmaydi odam. Bu quyoshga chiqqanda yaltirlaydigan qo'chqirlar ekan. Xudo xolosa maza qilib boqib akalar. Mana olib ko'rasiz mana oq yuzini. Oq yuzini qaranglar. Ammo lekin narxlarni bugun arzon qilib berasiz aka. Yo'q, vashim yo'lida qilib beradi. Yo'lida bo'ladi. Qo'ylarni uzunligi ham uzun. Nihoyatda o'sha bitta sog'liqqa qo'shsangiz ham xudo xolosa bemalol o'zingiz nasllikka qo'y qolaman degan akalarimizga juda tavsiya beraman. Xudo xolosa qo'ylarni qaranglar, bu yerda kashtanligi, dumbalari hamma yo'q kelishgan qo'y qarang. Aka, buni narxini bitta qilib chiroyli qilib ayting. Obunachilar shunday narxini eshitishganda uka oldim deb telefon qilishsin, xudo xolosa ishlarini bitkizsangiz bo'ldi. Telefon qilgan. U odamlarga o'xshab 7,5 bor, hayri bor demaymiz aka. Mana qo'ylardi bor, 7 hayri ham bor. 7 million so'mdan hayri ham bor. Hammasi to'talasini bir joyga olishsa, To'talasini bir joyga olib. ozmoz o'tib berasiz, ha? Ha, hayri bor. Xotirjam, xudo xolosa. Dastavkasini qayergacha qilib berasiz? Mana to'talasini buzmay olishsa. To'talasini buzmay olsa Toshkentgacha, vohasini kelishamiz. Toshkentgacha bepul. Ha, Toshkentgacha bepul, undan u yog'i kelishiladi. Lekin qo'ylar xudo xolosa chiroyli akalar, mana o'zlari. Mana sizni ham bir ishqibozchilikqa ko'rsatasiz, mashq qo'yib. Ko'rsin. Sizga aytay, hozir buni o'zini valloh video qilib chiqarishyapti, biz unaqa chiqarmay hammasi ichida kessin deb ketsin. Lekin bitta og'an odam baraka topadan qilib, quloqlarini ham chiqarib 18 plyus chiqarib quloqlari aka. Xudo xolsa kek bo'ladi inshaalloh. Mana shular. Obunachilar lokatsiya yaqin bo'lsa, ustiga kelib ko'rsalaring, xudo xolosa qo'ylarni aniq olasizlar. Lekin qo'ylarni baqa tortingni o'shani dumbalarni qaranglar. Uzunligi ham uzun. Qarang, quyoshga chiqdi endi qo'chqar mana. O'zi to'laydigan variantlar aka. Hali shuni ko'ring. Shuni ko'ring. Marjon aka. Lekin mashina ham sho'ng, oq yuzli ham ko'rsataylik. Ha, jonivor. Uni o'zi ishqibozchilikqa o'zi tashabam qo'yib keldi bir oradayim. Endi siz endi ketdi. Uchiraveradi, Uchiraveradi. Bundan zo'rlari uchraydi. Inshaalloh. Qaranglar. Bo'lsin. Mana dumbalari, quloqlari uzun. Tishini ham ko'rsatib o'tib aka. Mana tushiga Bismillah. Aka, mashina bir joyga, mashina olishni nechga berasiz? Bir donani o'ziga. O'ziga kelishamiz aka. Lekin dangal hayri bor. Ha, telefon qilishsa ishini bitirib berasiz aka, xudo xolosa. Lekin ularga dollarga aytib olmaysiz, mashina bitta. Yo'q, faqat so'm, menga dollar kerak emas. O'zbekistonlikmiz, O'zbekiston so'mga gapiramiz. Gapi yo'q aka, o'sha gapingizga like-ni bosib qo'yishadi, xudo xolosa. Bitta so'ygan qizig'i yo'q. Qo'y, menda lekin buni so'ygani emas, lekin zotqa baqishda juda zo'r aytadi, xudo xolosa. So'ygani ham qo'y to'g'ri berilaveradi, lekin lekin qo'ylar xudo xolosa. Yarimta bo'lib. Mashina kashtanni ham ushlab chiqqan o'zi to'laydigan variantlar ekan. Jonivor. Oyoq qo'li uzun ekan, nihoyatda uzun qo'y ekan, bu qarang. Quyoshga chiqqanda yaltirlaydigan qo'y ekan. Ichini ochib ko'ring-chi aka. Yo'q, buniki ham marjon bo'lyapti, ko'ring. Buniki ham marjon ekan, xudo xolosa. Qo'ylar o'ta go'zallar ekan. Qo'ylari ham yaxshi, qarang.
O'zi tulay degan ekan. Qaranglar mana. Qarang, yumdi. Qarang, oling mana, bunday qilinglar mana. Ochdim. Mana, obunachilar o'zi tulayapti. Mana. Yo'q, tashlaverasiz. O'zi tulayveradi. O'zi tulayverar ekan. Olishi shart emas, akalar. Yemni berib, yengil-yengillar nima qilib tursangiz, xudo xolisa ertaga o'zingiz juda normalni pulga sotasiz. Boqib chiqib, endi ikkinchi partiyalarimizni navbatda beraveramiz. Obunachilar like-ni bosib turinglar o'tkazmasdan. Obunachilar xudo xolisa ikkinchi partiyalarimizga o'ta noyoblaridan Jobirxonaga bularni qaydan topib keldi? O'ta bir xil aka hammasi. Ha, bularni yig'ma Kep qoldim aka, qoldi bir o'tib. O'ta bo'lakchalari kelib-ku, ammo qulog'ini qarang. Gap yo'q, xudo xolasa o'zi tulaydigan variantdan. Bularni yosh oyligi qanaqa aka? Bularni ham 9 oylik, 10 oylik. 9 oylik, lekin qo'ylar o'ta bo'lakcha aka. Havas qildim, xudo xolasa like-ni bosib qo'yinglar, obunachilar. Qo'chqorni qaranglar. O'ta bo'lakchalari o'zi. Qaranglar. Yebichi xudo xolasa zo'rmi aka bularni ham? Ha, yebichi zo'r. Massani bir ko'rsatingiz bo'ldi. Qarang. O'zi kichkina qo'zi deydi ko'rgan odammi, lekin qarang. Ko'rpisi ham o'ta bo'lakcha qo'y ekan. Qarang, dumbalar, tikka. Qulog'i o'ta shalpan quloqlar ekan. Tishidan ko'rsatib o'tib ko'taraylik aka buni ham. Buni tishiga vahshiy maza qilib yuborasiz. Mana. Ko'ring. Voy, mashq qo'ydi, chekkadan qo'ydi ham. Qulog'i ishqo'z oldi, mashq qo'ydi. O'zi tulaydigan. Ya bilasiz, qaysi birini tashishdi. Lekin aka hammasi ham yomon emas, xudo xolasa zo'r. Zo'r xudo xolasa. Hammasi bir chil yaxshi. Mana, nimmasini qarang. Xudo xolasa o'zim maza qilay, zot qilib qolaman akalar. Telefon qilaveringlar akalar mana. Bu ham o'zi tulaydi mashq qo'yib, bor mana. Mana boshlanibdi-yu, ha. Mana. Bularni liniyasi yo'qmi aka lekin? Liniyasi. Endi hozir asli hammasining ham liniyasi bor. Lekin toza hozir biz buni to'shni palonchi liniya deb sizga yolg'on gapirib sotish to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, lekin toza qo'y ekan-a. Lekin toza qo'y, o'zi toza qo'y. Tushungan odam o'zi qo'yib bilaveradi. Obunachilar shunday ko'rgandayoq biladi, xudo xolasa. Qo'y qanaqalar. Massini ko'ringlar, massini. Mana shuni hammasi o'zi bir xil ekan, chiroyli ekan. Buni qarang. O'zi jonivordi. Qo'ydi yomonli bo'lmaydi, lekin bo'lakcha. Bo'ylarni nechiga beramiz aka? Bo'ylarini 80 ga olishib. Bular ham 80 ga olishibdi. 80 ga olishsin qo'ylarni. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadimmi aka, lekin qo'y boshqacha qo'yiladi. O'ta gabaritli qo'y, uni keng qo'y bor, o'ta keng narsa. Tushungan odamga beli ham o'ta yo'g'on ekan-a. Qarang, bir qarz salkam bir qarz keladi bu beli. Mana akalar uzoqdan olyapmiz. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin qo'ylar yaxshi. Agar yaxshi ko'rolmay qoldim-ku, mana shu to'talasini video qilib menga bitta tashlab bering desangiz, Telegramdan yo'qsa WhatsAppdan tashlab berishadi. Aka buni narxini ham maqtovmaylik qo'yingizda, lekin qo'ylar yaxshi lekin. Narxini ham o'ta bomba qo'y. Narxi bilan maqtanaylik bugun biz aka. Unaqa yo'q gap 7-6,5 emas, 6 dan chiqarib beraman. 6 million so'm. 6 million so'mdan chiqarib beraman. Aka, rostdan aytyapsizmi? Kessa siz obunachilaringizga kelsa 6 million so'mdan Toshkentgacha dastavkasi bor qo'ydi. Ha, to'talasini olsa o'tib berasizmi? O'tib ham beraman. Hayri ham bor, eng qizig'i. Bittaga ham kelish. Obunachilar endi chaytiga like-ni bosmasalar bo'lmaydi. Bolalar o'zi mana shu qo'ydi. Siz o'zingizdan saylab ko'p yerda video olasiz, mana shu qo'yni ko'ring. Mana shu qo'yni bolalar o'zingiz vijdondan gapirsa $700 kam chiqarmaydi. Qo'yyapti aka, qo'yyapti. Ham chiqarmaydi mana shu qo'y. Mana shu quloqqa, to'g'rimi? Olaveradi. Mana shu quloqqa $700 kam chiqarmaydi. Lekin toza narsalar ekan. 6 million so'mdan o'taydigan xonasi bor aka, telefon qilishadi. O'tib ham beraman. 8 tasini 2 kilo partiyani oldim deyishsa, unda ham unda yana ham yo'l qo'yib beraman. Bo'ldi, xudo xolasa, obunachilar. Keyingi safar sizga telefon qilib aytishadi. Ana shu bolada qo'y bo'lsa, birinchi menga video qilib tashlang deyishadi. Bo'ldi, gap yo'q. Xudo xolasa, endi aka, lekin kanalimizda yangi siz endi bundan qo'yib kelaverasiz, birinchilardan chiqaraveramiz. Obunachilarga arzan chiqarib bersang. Mana shuni hozir bitta qulog'ini o'lchasangiz, Fazil akamga 19-20 chiqib qoladi. Chiqadi. Endi o'lchagan 18 dan lekin 18 yuqori. Biz bir qarishdan ham o'zi mana qarichamiz, ha. Bir qarish. Men qarishim salkam 20 dan oshiq. Yo'q, o'lchab beraverasiz-da. O'lchab ham beraveraman. Bo'ldi. Endi hozir video cho'zilib ketmasin deb o'lchamadik. Buni unaqa qilib bizga bittasini u zotga, bittasini bu zotga qilib sotish kerak. Uni optim sotayman, maza qilay. Unaqa nima kerak? Bittalar so'rasa ham yo'lida qo'yib beraman. Yo'lda qo'yam. Bo'ldi, gap yo'q. Yarimta ham sotaman. U odamlar bitta yarimta sotilman deydi. Yarimta ham sotaman. Gap yo'q. Obunachi, ikki kishi bitta olsa ham sotaverar ekansizda, ikki kishiga bitta ham.
Yarimta bo'lib beraymi kerak bo'lsa. Ular nimasi yo'q, biz odamlar qo'shib bitta ichida ajratib sotaman deyish yo'q, sotiladi. Gap yo'q, xudo xolasa. Obunachi, endi aka bugungi shu qo'ylarmi? Bugungi mana shu qo'ylar, xudo xolasa keyingi safar yana ham chiroylilarni olib kelamiz. Obunachilar xudo xolasa ekran betdagi nomerlarga aloqa qilib Yana gap yo'q, xudo xolasa. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning chorvasiga omad tilaymiz.